Assalomu alaykum. O'zbek oyim minbaridan sadolar loyihasining 2-sonini e'tiboringizga havola etamiz. Baxtsizligi uchun o'zidan o'pkalagan, boshqaning ilmga bo'lgan chanqog'ini qondirolmaydi. Birov bilan do'st tutinolmagan, sirlarini qalb sandig'iga solib, changini artib yashaydi. Ko'nglidagi gapni to'kib solgisi kelgan, uzuq-yuluq gaplarni ham gap panshaxasiga ilib so'zlaydi. Birovning ochil dasturxoniga sherik bo'lgan, ishda ham hamkorlikni xohlab qoladi. O'zini o'zi idora qilolmagan, birov izmiga bo'ysunish bilan qalb eshigini chang qiladi. O'z aqliga suyanib ishlagan, omad kalitini burab, sharaf eshigini ochadi. Ko'rmana tariqasida birovga yaltoqlanishni kanda qilmagan, hislarini qo'ltiqlab chopadi. Vaqtichog'likni xush ko'ruvchiga, o'yin-kulgi avjiga minadigan eshik lang ochiladi. Sizga qaysi gaplarimiz ma'qul bo'ldi? Izohlarda qoldiring.